uydamisan? Ha, qishloqqa nima bo'ldi? Qara, ko'chada salyut otishyapti. Qani qayerda qishloq? Qayerda ochyapti? Nima bu bomba? Yo'q, qishloqqa nimalar qilyapsan? Voy, yaramas. O'chir buni, yaramas qishloqqa. Men qishloqiman. Kechasi bilan qo'shiq aytaman, yo'q. Mana shu yerdan water drop qila olamanmi qishloqqa? Nechinchi darajadasan? 3-daraja. Ha, unda qila olasan. Darajada nima ahamiyati bor? Shunchaki darajang ko'pasa duxing yetmaydi. Qara, water dropda sakradim. Wow! Bittagina blokchaga water drop qilib oldim. Qara, mana shu yerga tushimli ehtimol o'zi qancha edi? Nimaga water drop qilasan? U yerda qayiqda tushmoqchi edik-ku. Sen qayiqda tushaver. Men bilsam, bu yerda ko'mir kavlab turaman mashalalarga. Qishloqqa qo'nyapti, joyni bo'shating. Bu yana nimani to'shaydi? Qishloqqa bo'lovli sharoit paskan. Bu senga juda ham katta kuch berar ekan. Shunaqa bo'lsa ham baribir seni tekshirib ko'ramiz. Seni tekshirib ko'ramiz. Yo'q arkan ham. Hozirroq menga ham yasa. Senga ham yasaldim. Men ushla qishloqqa. Men baxtiyorman, men xursandman, men baxtliman. Bunaqa darajoyim hamma yo'q bo'laman. Keyingisi bizda damlama ishlab chiqaruvchi uy hayvoni. Yasashni boshladik unda. Olg'a aytildi, yasaldi. Tayyor. Yana oltin mervar qishloqqa. o'zing olsang o'lib qolasan deb qilib jo'ra ketadi-ya, boshqatdan yoqib qo'yardi shu kraftini. Yordam berib bo'lib qolmadik, to'g'rimi? Va 20 ta uy hayvoni uchun achifga berishdi va Zimugurist degan achifga berishdi. Sen ham ol. Menga 20 ta uy hayvon uchun achifga berishmadi. Yarrimasi menda berkitgan saqasdi uy hayvonni. Menga bermagansan, menga berishmadi. Yovuz. Oh, mana damlama berdi. Qara, jon to'ldiradigan damlama. Oh, tuzaldik. Men kasalmasdan e'tiborlik uchun. Ha, bo'ldi, tushunarli. Uni yasash uchun loy ham qo'shib yuborish kerak. Endi bo'lsa hammasi bor, bemalol yasab tashlasak bo'ladi buni va olamiz. Zo'r. Endi buni nimani o'rniga qo'yay? Choy yo'q har doim meni. Qishloqqa qo'limdagi garrini ishlatish vaqti yetib keldi. Hozir uni ishlataman. Nima? Bunisi garrinligini qayerdan bilding? Yo'q, jundolar yana kim bo'ldi? Qani, salomlashib qo'yinglar chamakinglar bilan. Nima meni urasan? Ular meni otyapti, meni qutqar. Bular meni yangi qo'riqchilarim. Bildingmi, qishloqqa endi oldimga kelganda sal ehtiyotroq bo'lasan. Mana shular qo'yib tashlaydi. Ana, yorib ketyapsan endi. Bu g'ijir poylarning hozir hammayatga yo'q boradi-ku, yo'qqa bularni. Boqqa chiqib olibmiz-ku, endi qanday tushamiz? O'tdi. Nima cho'kyapti? Qoch. Hayot, biz seni hech qachon unutmaymiz. Nimaga 4 ta obsidianni kallab qochib ketdi? Qo'y o'rtasini katta xonangga ulaydi. Bittasi qolib ketibdi mana bu yerda. Bu qishloqqa senmisan? Men seni qishloqqada oddiysi debman. Nega sen legendarnisi? Mana bu yerdan chiq. Yo'q, men tarafdan chiq. Ha, mayli, men taraf loy deb xafa bo'ldi, lekin men ham xafa bo'ldim, lekin. O, ko'z oldimda galyan paydo bo'ldi. Bu hali temir fermasi ham bo'ldi. Endi bemalol temir haqida o'ylamasak ham bo'ladi. Nega shunaqa gapirasan? Bo'ladi. Bunday gapirsang piqillab joni ketar, mana bu galyanga o'xshama. Men seni g'alati gaplaring haqida boshlamay. Meni legendarli gaplarimga til tekkizma. Biz bu galyanni hech qachon unutmaymiz. Rostdan. Qaramasan, men kelasi videoda so'rayman sendan. Mana shu galyan esidami deb. Agar esda olmasang, kartakchani yeysan. Bo'ldi, mana shuni o. Ko'zga ko'raman, kimda olganingni hech kimga aytma. Men seni taramayman, sen meni taramaysan. Orqadan kelib qo'shtirib ketishmaslik uchun bu yerni yopib qo'yish kerak. Yo'q, bo'ldi, tamom. Yo'q, bir yarimta jon. Lavani olib qo'yamiz hech bo'lmasa. Endi bemalol kovlashda davom ettirish mumkin. Bu chuqurda qara. Qishloqqa o'sha yerdamisan? Nimalar qilyapsan? O'lyapman deb baqirdim-ku, men ham eshitdim. Shunga chiqishing uchun mana shu yerdan qayiqli sakrar joyi qilaman, keyin suv qo'yib qo'yaman. Buni shunaqasi ham bo'ladimi? Biriktir hayvonlarni
yasash uchun obsidian kerak bo'ladi. Nezerga borish ham. Unda men ishga kirishdim. Men o'ylashimcha, o'ntasi hozircha yetib qoladi. Uyimizga maxluq hujum qilyapti. Arti bu seni maxluq deb o'ylabman. Qo'rqinchlisini. Mayli, olib kelgan narsalarni sandiqqa solay. Voy xijim, voy Napoleon nima qilding? Bazamizga ham yo'q qilding, men ham yotog'imni yo'q qilding. Qaysi ko'rda paydo bo'ldi vijdonsiz xijim. Ko'prik qurib o'tirasanmiz, sakramaysanmi mablag'asdan? Keyin chiqishga qulay bo'lsin deyapman-da. G'ijim, nima qo'lingdagi ketmonmi? Sen o'zing bilan ketmon olib yurasanmi? Har bitta qishloqni o'zi bilan ketmon olib yurishi lozimdir. Qishloqqa yurish. Endi biz boymiz, bularni qara ko'pligini. Sandiqni ochsak, baza ham qochib qoladi. Voy xudoyim, shuncha narsalar. Qara lavan ustida yuribman. Ona bola tarakan, uyimizda bor ekan. Yo'q.